Kinoda vizioner degan so'zni eshitsak, odatda bir xil odamlar yodga tushadi. Kristofer Nolan, Denis Villeneuve, David Fincher, Quentin Tarantino. O'ziga xos uslubga ega rejissyorlar, kinoni his qilishi o'zini o'zgartirib yuborgan odamlar. Va shunday ismlar yonida deyarli hech kim James Gunnni qo'ymaydi. Rostdan ham gapiradigan yenot rejissyori, retro musiqalar ostidagi g'alati raqslar, muammoli autsayderlardan iborat jamoalar va ehtimol eng zaif Superman rejissyori. Muammo odamlar James Gunnni yomon ko'rishida emas. Unda juda katta fan baza bor. Filmlari katta pul yig'adi. Qahramonlarning gaplari sitati bo'lib tarqaladi. Lekin vizioner degan so'z yonida uni ismini baribir hech kim eslamaydi. Chunki bizada bunday rejissyorlar aniq obrazi shakllanib bo'lgan. Odatda bu jiddiy yuzli odam, murakkab falsafaga ega, sovuq vizual estetika bilan ishlaydigan, hayotdan ham kattaroq ko'rinishga urinadigan hikoyalar yaratadigan odam. Keyin esa James Gunn chiqadi va navbatdagi insoniyat qutqaruvchisini o'rniga ichki muammolarini ahmoqona hazillar, mushtlashuvlar va eski playerdagi qo'shiqlar orqali hal qiladigan emotsional jihatdan beqaror idiotlarni ko'rsatadi. Lekin uni filmlarini qancha ko'p tomosha qilsam, bitta narsa shuncha ko'proq tushunarli bo'ladi. James Gunn zamonaviy ommaviy kinodagi eng insoniy rejissyorlardan biri va aynan shuning uchun uni ko'p hollarda yetarli baholashmaydi. Odatda vizioner deb ataladigan rejissyorlarning hammasida juda ham aniq mualliflik tili bor. Quentin Tarantino masalan, uzun dialoglar, haddan tashqari zo'ravonlik va eski Gollivudga muhabbat. Nolan'da murakkab struktura, vaqt bilan o'yinlar va ideal ishlashi kerak bo'lgan ulkan mexanizm hissi. Denis Villeneuve'da esa masshtab, ovoz va bo'layotgan voqeani bosib tashlaydigan ulug'vorligi. Ularning fonida Gunnning uslubi ancha oddiyroq. James Gunn deyarli hech qachon buyuk ko'rinishga urinmaydi. U filmlarini murakkab falsafa atrofida qurmaydi. Tomoshabinni masshtab bilan bosmaydi. Qahramonlarini yetib bo'lmaydigan afsonalarga aylantirmaydi. Gunn qayta-qayta quyidagi odamlar haqida hikoya qiladi. His tuyg'ulari haqida gapira olmaydigan, og'riqni hazil ortiga yashiradigan, odamlarni oldindan o'zidan uzoqlashtiradigan va ko'pincha o'zini qahramon deb hisoblamaydigan odamlar. Va uning filmlari qancha uzoq kuzatsa, bitta narsa shuncha aniqroq seziladi. James Gunnning qahramonlarini deyarli hammasi ichidan beqaror, super qahramon ma'nosida emas, oddiy inson sifatida. Yolg'iz, yopiq, xavotirli, o'zi bilan yashashni bilmaydigan va Gunn buni hech qachon zaiflik sifatida ko'rsatmaydi. Aksincha, aynan ichki siniq holat ularning qahramonlarini tirik his qildiradi va bularning hammasi Gunnning o'zi bilan bevosita bog'liq. U San-Luis chekkasidagi katta katolik oilasida ulg'aygan va keyinchalik otasi haqida qanday gapirganini eshitsa, nega oilaviy mavzu uni filmlarida bunchalik shaxsiy tuyulishini tushunamiz. Gunn otasidan qattiq qo'l bo'lishi mumkinligini aytgan, agressiv, ba'zan toksik. Lekin u doim boshqa bir fikrni takrorlagan, inson o'zgarishi mumkin. Keyinchalik aynan shu g'oya uning deyarli butun filmografiyasining markaziga aylanadi. Ideal inson g'oyasi emas, muammoli emotsional jihatdan singan, lekin baribir yaxshiroq bo'lishga qodir inson g'oyasi. Shunga ham Gunnda deyarli ideal qahramon yo'q. Yenot raketa odamlarni o'zidan uzoqlashtiradi, chunki ular uni og'ritishidan oldin o'zini himoya qiladi. Peter Quill butun umr oila hissini izlaydi. Tinchlik o'rnatuvchi, Peacemaker esa toksik ota munosabatlari ustida qurilgan. Hatto yangi Superman ham biologik ota-onasi bilan uni haqiqatdan tarbiyalagan odamlar o'rtasidagi konflikt orqali o'tadi. Shuning uchun Gunnning filmografiyasi bunchalik g'alati ko'rinadi. Galaktika qo'riqchilari Guardians of the Galaxy'dan oldin u katta masshtabli super qahramon kinosiga kelayotgandek ta'sirot ham yo'q edi. James Gunn ssenariy yozardi, horror komediyalar suratga olardi. Hatto Lollipop Chainsaw o'yini ustida ham ishlagan. Benzopilali cheerleader haqidagi telba hikoya. Bu hozir ommaviy kinoni qayta ixtiro qilaman degan rejissyor emasdi.
U pop madaniyatni eng g'alati burchaklariga tortiladigan odam edi. Maxluqlarga, yutqazganlarga, absurdga, qora yumorga, oddiy blokbaster hech qachon stavka qilmaydigan qahramonlarga va aynan shuning uchun Guardians of the Galaxy galaktika qo'riqchilari tarixi bunchalik noodatiy ko'rinadi. Chunki qog'ozda bu kelajagi yo'q kino edi. Infantil kosmik kisavur, gapiradigan yenot, bitta gapdan iborat daraxt, hamma narsani tom ma'noda qabul qiladigan kachok. Studiya uchun bu oddiy eksperiment edi. Kino koinotni kengaytirishga urinish. Lekin aynan shu joyda Gunn o'z tilini topadi. Va gap musiqa yoki hazillarda emas. Gap shundaki, u yuradigan memga o'xshaydigan qahramonlarni olib, ichida qancha og'riq yashiringanini ko'rsatadi. Yenot raketa shunchaki kulgili hayvon emas. Peter Quill eski qo'shiqlar ostida yuradigan fenti emas. Drax oddiy komedik, o'zi kuchli, aqli yo'q personaj emas. Gandagi deyarli har bir qahramon o'z travmasi bilan yashashni o'rgana olmagan inson, mavjudot. Va shu yerda uni asosiy usuli paydo bo'ladi. Qahramon tashqaridan qanchalik kulgili ko'rinsa, ichida odatda shunchalik og'ir narsa yashiringan bo'ladi. Qo'riqchilardan oldin Gunn uchun g'alatilikning o'zi maqsad edi. Bu yerda esa insoniylik tiliga aylandi. Va aynan shu paytdan boshlab u shunchaki g'alati yumor rejissyori bo'lishdan chiqadi. U outsiderlar rejissyoriga aylanadi. Lekin faqat mualliflik uslubini o'zi rejissyorni vizioner qilmaydi. Tomoshabinni bir necha film davomida qahramonlar bilan birga emotsional o'stirish ancha qiyin. Va aynan shu yerda Guardians of the Galaxy galaktika qo'riqchilari trilogiyasi boshqacha ochiladi. Birinchi film bizani qahramonlar bilan tanishtiradi. Ularning yolg'izligini, ichki xaosini va boshqa odamlar bilan yaqin bo'la olmasligini ko'rsatadi. Keyin esa Gunn yanada chuqurroq qaziy boshlaydi. Ayniqsa Peter Quill va uni otasi munosabatlari orqali. Va eng muhimi, Gunn buni oddiy qarang, otasi yovuz ekan burilishiga aylantirmaydi. Butun film qahramonni boshqa fikrga olib keladi. Biologik aloqa hali oilaga aylantirmaydi. Chunki ego Peterga orzu qilgan hamma narsani berdi. Kuch, javoblar, o'zini alohida his qilish, lekin baribir o'zidan boshqa hech kimni seva olmaydigan odam bo'lib qoladi. Va shunga Yondu Udonda juda muhim. Doim o'zini aslidan qattiqroq ko'rsatishga urinadigan mavjudot. Lekin aynan u Peter uchun haqiqiy ota obrazida bo'lgan. Bu juda Gunn uslubidagi narsa. Uni qahramonlari deyarli hech qachon sevgini normal ifoda eta olmaydi. Shunga ham ikkinchi film finali bunchalik kuchli ishlaydi. Peter va nihoyat tushunadi. Uni haqiqatdan sevgan odam butun vaqt yonida bo'lgan. Va shu yerda trilogiyaning asosiy mavzusi to'liq shakllanadi. Oila qon emas. Oila ichki tartibsizligingga qaramay yoningda qoladigan odamlar. Va Gunn bu fikrni deyarli har bir qahramon orqali olib o'tadi. Nebula butun umr otasining sevgisini qozonishga urinadi. Drax esa sekin-sekin jamoaning emotsional markaziga aylanadi. Uchinchi film esa kutilmaganda butun hikoyaning eng og'riqli qismiga aylanadi. Chunki u kulgili yenot qatlamini olib tashlab, og'riq orqali yaratilgan mavjudotni ko'rsatadi. Va Gunn maxluq qanday paydo bo'lishini ko'rsatadi. Bu inson tashqi dunyosida bo'layotgan har xil hodisalarga himoya reaksiyasidan kelib chiqadi. Raketa agressiv bo'lib qoladi, chunki boshqalarga og'riq yetkazmoqchi emas. U oldindan og'riq kutadi. Hammadan. O'shanga ham birinchi bo'lib odamlarni uzoqlashtiradi. Va aynan shu yerda Gunnning filmlarini qarmog'ini ko'rsak bo'ladi. U travmani romantizatsiya qilmaydi. Uni qorong'i estetikaga aylantirmaydi. U og'riq insonni qanday sindirishini ko'rsatadi. Keyin esa yana bir narsani ko'rsatadi. Ba'zan muammoli odamlar yonida inson birinchi marta o'zini tirik his qiladi. Guardians of the Galaxy galaktika qo'riqchilari trilogiyasidan keyin Gunnda juda ham g'alati davr boshlanadi. Va gap filmlar sifati haqida emas, ko'proq ularni his qilinishi haqida. Chunki qo'riqchilar hali nisbatan balansli katta kino ko'rinishiga ega edi. Keyin esa Gunn uslubi tobora kuchayib ketdi. The Suicide Squad o'z joniga qasd qiluvchilar film chiqadi.
keyin Peacemaker, tinchlik o'rnatuvchi seriali chiqadi va bir payt shunday tuyuladi. Gunn g'alatilikni o'zini avvaldan ko'ra ko'proq sevib qoldi. Qahramonlar yanada absurd, yumor yanada telba, ba'zi sahnalar esa qimmat B kategoriya treshga o'xshaydi. Va shu yerda Gunn faoliyatidagi eng xavfli nuqta boshlanadi. Gap shundaki, galaktika qo'riqchilarini g'alati qilish boshqa, Supermanni olish esa butunlay boshqa masala. Bu shunchaki mashhur qahramon emas. Bu super qahramon janrining, komikslarning eng katta ramzlaridan biri. Va Gunn o'z uslubi bilan Supermanni birinchi daqiqalardayoq hayratlantirdi. Chunki darrov tushuniladi. Bu realist Superman emas. Bu epik Superman emas. Gunn yarim filmni dunyoni tushuntirishga sarflamaydi, mifologiya qayta qurmaydi, super qahramonlarni noyob narsa sifatida ko'rsatmaydi. Aksincha, meta insonlar allaqachon mavjud. Maxluqlar mavjud, korporatsiyalar mavjud. Dunyo super qahramonlar bilan yashashga o'rganib bo'lgan. Keyin esa Gunn juda muhim narsa qildi. Supermanni pafosli kirishi o'rniga biza allaqachon qattiq kaltaklangan qahramonni ko'ramiz. U zo'rg'a yolg'izlik qalasiga yetib boradi va yengilmas xudo emas, balki hamma yukni uzoq vaqt ko'tarib yurgan odamga o'xshaydi. Bu Gunn uchun juda xarakterli. U yana mifologik figuraga aylangan qahramonni olib, unga zaiflik qaytardi. Hatto vizual jihatdan ham yangi dunyo DC'ning so'nggi yillardagi uslubiga mutlaqo qarama-qarshi. Yorqin ranglar, g'alati kostyumlar, to'liq komikscha qahramonlar, realistik ko'rinishga ham urinmaydigan mavjudotlar va albatta gigantlar. James Gunnni ulkan mavjudotlarga va vizual hausga bo'lgan muhabbati bu yerda deyarli har bitta katta sahnada seziladi va odamlarning bunga reaksiyasi ham juda ham qiziq. Kimdir nihoyat DC'da yetishmaydigan yorqinlik va telbalikni ko'rdi. Kimdir esa Gunn yana o'z absurdiga haddan tashqari sho'ng'ib ketganini his qildi. Lekin yangi Supermandagi eng qiziq narsa vizual uslub ham emas, balki Gunn yana asosiy mavzusiga qaytganidir. Oila mavzusiga va emotsional tanlov mavzusiga. Filmning eng muhim nuqtalaridan biri Clarkning kriptonlik ota-onasi haqidagi haqiqatga reaksiyasi. Va shu yerda yana tanish pattern paydo bo'ladi. Gunn qahramonini ikki savol bilan to'qnash qiladi. Taqdirga ko'ra san kim bo'lishing kerak edi va san o'zing kim bo'lishni tanlaysan. James Gunn uchun eng muhimi aynan tanlov. Bu yerda ham biologik aloqa oilaning asosiy tarifiga aylanmaydi. Haqiqiy oila yoningda bo'lgan odamlar, seni qo'llab-quvvatlagan odamlar va san o'zing qolishini tanlagan odamlar. Shuning uchun yangi Superman begona sayyoralik xudo haqidagi hikoya emas. Bu insoniylikni ongli ravishda tanlagan odam hikoyasi. Maybe that's the real punk rock. Chunki Lex Luthor bilan konflikt ham chuqurroq ishlaydi. Chunki Luthor har doim Clarkni kelib chiqish orqali belgilamoqchi bo'ladi. U uchun Superman begona, lekin Clark bu vaqtga kelib ichki tanlovini allaqachon qilib bo'ldi. U o'zini kripton, kuch yoki taqdir orqali belgilamaydi. U o'zini tarbiyalagan odamlar orqali belgilaydi. Va aynan shu paytda Gunn super qahramonlarni qanday ko'rishi to'liq ochiladi. Xudo sifatida emas, ideal ramz sifatida emas, yetib bo'lmas afsona sifatida emas, balki har kuni kim bo'lishini tanlaydigan odam sifatida. Va shu yerda biz asosiy savolga qaytamiz. James Gunn vizionermi? Mutlaqo ha. Shunchaki uni qarashi odatda bu so'z bilan bog'lanadigan narsalar ustiga qurilmagan. Murakkab struktura ustiga emas, vaqt bilan o'yinlaga emas, maksimal darajada bibliyaviy referenslar qilishga emas. Zack Snyderga salom. Uni qarashi ancha sodda, lekin aynan shuning uchun bunchalik kuchli ishlaydi. Chunki uni deyarli barcha filmlari oxir-oqibat bitta narsa haqida gapiradi. Travma, og'riq, yolg'izlik hammada bor. Lekin bundan keyin nima qilish insonni tanlovi. Va aynan tanlov Gunnda deyarli har doim insoniylikni asosiy ko'rinishiga aylanadi. Yenot raketa yana odamlarga ishonishni tanlaydi. Nebula nafrat bilan yashashni to'xtatishni tanlaydi.
Peacemaker zo'ravonlikni oqlashni to'xtatishni tanlaydi. Yangi Superman esa o'zini ulardan yuqori hisoblashga to'liq haqqi bo'lsa ham inson bo'lishni tanlaydi va ehtimol shu sabab Gunn filmlari emotsional darajada g'alati ishlaydi. Chunki u shunchaki qahramonlarni ichki travmalarini ochmaydi, u deyarli har doim ularni davolashga harakat qiladi va ular bilan birga ma'lum ma'noda tomoshabinlarni ham. Va men buni yangi Superman finalidan keyin yaxshi tushundim. Film tugab titrlar Punk Rocker ashulasi bilan boshlanganida kinoteatrdan g'ayrioddiy eyforiya his bilan chiqib ketdim. Filmning minuslari borligini tushunib turibman. Bahsli qarorlar bor. Gunn yana ba'zi joylarda o'z uslubiga haddan tashqari kirib ketgan. Lekin nimagadir bularning hammasi uncha muhim tuyulmay qoladi. Chunki ko'plab zamonaviy blokbasterlardan farqli o'laroq Gunn o'zini buyuk rejissyor sifatida isbotlashga urinmaydi. U shunchaki odamlar haqida gapiradi. Yaqinlik, qabul qilish, oila haqida. Ichidan singan personaj bo'lsa ham sevishga haqqi borligi haqida. Va ehtimol muammo butun vaqt James Gunnda bo'lmagan. Muammo biz vizioner degan so'zni qanday tushunishga o'rganib qolganimizda.